Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qutmanlik shokuringiz bilan bugungi bozor 11-avgust kuni biz No'g'atda taxta bozorga keldik. Taxtalardan eshik deraza alan chepir bor ko'rsatamiz. Chepirlar ko'rsatishni so'rangizlar, hozir bor ko'rsatib. Daryoga aytib ketsak, bu joyga Qizilkadan kelganda sol joqda, O'shdan kelganda o'ng joqda basseyn degan bozor bor, o'sha bozorning yanında. Sol yerda ma'lumot olib berasiz. Assalomu alaykum, biz taxta ishlarga keldik. Taxta ishlardan ma'lumot beramiz. Assalomu alaykum. Eshiklar qancha ekan aka eshiklar? Eshiklar qancha eshiklarda? Mana eshigingiz qancha? 6 mingdan kam bor ha? Razmeri qancha? 220 ga 120. 6 ming kam var ekan buningizda. Mana qora eshikchi. Qora eshiklar ustida aynagi yo'g'i 4 ming, aynagi bori 1,5 ming. Qancha ona aynagi yo'g'i? Aynagi yo'g'i 2 metrga 90. 2 metrga 90 ha? Aynagi bori 220 ga 90. 220 ga 90 ha? Yaxshi. Yaxshi ekan, mana bu o'z lastik eshik ekan. Bu qancha ekan bu? Bu mana bo'ldi. Aynaklarchi? Aynaklar 2,5 mingdan 1,5 minggacha bor. Qancha 2,5 ming? 4,5 minggacha bor ekan ha? Mana chiqib ko'rsatmoqchi bo'laman. Bismillah. Xohlasangiz bulay ayna eshikdan olinglar, xohlasangiz bu eshikdan olinglar. Mayetlarda jigoch eshiklar bor ekan. Jigoch eshiklar qancha aka? Jigoch eshiklar ham aynagi bori 4,5 ming, aynagi yo'g'i 4 ming. Kam borda ha? Shulashatda kelgandir. Mana ko'rsangizlar bo'ladi. Yaxshi eshiklar bor ekan. Yaxshi eshiklar bor ekan. Mana ayna qancha buni ayna yaxshi ko'rinadi. 3,5 mingmi? Yaxshi 3,5 mingga aynaklar bor ekan. Yaxshi. Kelib olib kelsangiz bo'ladi. Daryoga aytib qo'ysak, O'rs bozor basseyn joyga kirib ketganda sol joqda kelib ketaverasizlar. Otingiz kim aka? Ajakbar aka kelib ketaverasizlar. Bu yerda bor jo'q bor ekan. Telefon nomerini so'rasangizlar qoldirib qo'yamiz. Alloh nasib qilsin. Hozir daha bir yerga borib, shu yerda ko'rishga tinch bo'lingizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Kelib shu nomerlarga qayrilaverasizlar. Otini aytib olibdi, shu yerga kelib qayrilaverasizlar. Hozir jigoch darvozalarni va jigoch eshiklar ko'rsatdik. Endi jigochlar so'rasak, egalari yo'q o'xshaydi. Jigochlar bor ekan bu yerda. Yaxshi jigochlar ekan, kelib ko'rsangizlar bo'ladi. Egalari yo'q o'xshaydi. Hozir kelsa so'raymiz egalardan. Mana egalasi kelib qoldi, yaxshi. To'xtamdan qarag'aya. Quvi qancha? Quvasi 24 mingdan beramiz. 24 mingdan 24 ming kam bor deb, ham kichkina tushib beradigan. Qancha tavlat bir kubda? Bir kubda 22 to'ladi. 5 ga 15 6 metr. 6 metr yaxshi. Bordi chekadan qarag'ayda. Bor, qarag'ay. Mana bochkalar qanchadan? 8,5 ming so'm. 8,5 ming so'm ha? Alloh razı olsun. Nomerlarni qoldirdim, shu nomerlarga cholaverasizlar. Ana shipir qancha shipir? Shipir 430 so'mdan. Qayerdakan? Qantiki? Qizilka qant bor, tortib qo'yinglar, 430 so'm. Mana nimalarchi bular? Qancha? 20 ming so'm quvasi. Cho'li patologga. Cho'li patologga 20 ming ha? Ha, 20 ming so'm. 20 ming so'mdan kam bor. 900 800 so'm. Hozir shipirni ko'rsatsa, shipirda so'radi hozir egalardan. Shipirda 430 kam bor dedi. 430 kam olsa kichkina kelib so'raysizlar. Tushib beradi tarzadan. No'g'at qor 24 desangizlar, tushib beradi. Qant Qizilka qant shipir ekan, yaxshi shipir ekan, kastuvasi yaxshi, buni ko'rsangizlar bo'ladi. Yaxshi shipirlar ekan. Shipirlar yaxshi ekan. Daryoga aytib ketsak, bas O'rs bozordan Qizilka joqdan kelganda sol joqda, O'shdan kelganda o'ng joqqa kiraverasizlar. O'ng joqqa kirganingizda ikkinchi konteynerga kirib so'rayverasizlar. Hozir o yerda sement bor ekan, sement so'rab qo'ysak, anan yaxshi bo'ladi. Mana Qizilka sement bor ekan, olib kelsangiz bo'ladi. Yukstet 6 so'm 35 tiyin deding ha? 6 so'm 35 tiyindan kam bor ekan, kichkina. Olib kelsangiz bo'ladi. Daryoga aytsak, shu basseynga kirganda o'ng joqda turadi ekan. Olib ketingizlar, yaxshi sement ekan. Yukstet. Olib ketingizlar.
Şunu bilan bugungi ko'rsatuvimiz oyoqlari sog' salomat bo'lingizlar. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Ko'rishayotgan joyimizda biz sizlar bilan xo'shlashib qo'yamiz. Hozir xudo xolasa sentrga borib ko'rsatamiz. Sentrga borishga tinch bo'lingizlar. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Kuningiz bepul bo'lsin. Dam olish kuningiz yaxshi o'tsin. Hurmatli Rossiyadagi bir tug'an bordoshlar, chet elda ishlab yurgan mekandoshlar, yaxshi ishlab yoqingizlar demoqchi, bir like deb ayavay bosib qo'yingizlar. Bizdan sizlarni xat so'raymiz. 4 kilo. Mo'ytida soat bor ekan. Assalomu alaykum aka. Soat piyazlar qanchadan ekan? Saz 5 kilo. 5 kilo 100 so'm ha? Soat piyazchi. Piyazmi? Ha. Piyaz 4 kilo. 100 so'm 4 kilo ha? 100 so'm 4 kilo, 100 so'm 5 kilodan soat piyaz bor ekan. Piyaz 5 kilo. Piyaz 5 kilo, soat 4 kilo ha? Yaxshi. Yaxshi ekan. Olib kelsangiz bo'lar ekan. Shuni bilan bugungi ko'rsatuvimiz oyoqda oldi. Sog' salomatda bo'lingizlar. Ko'rishishga tinch bo'lingizlar. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh demoqchiman. Boringizlar, ko'rishishga tinch bo'lingizlar. Xudo xolasa, Xudo bo'lsa ko'rishamiz, Alloh nasib qilsa. Ko'rishishga tinch bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Sizlar bilan No'g'at xorijiy motor kanali qo'shilib qo'ydi. Doimo sizlar xizmatingizda.